Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ka'b ibn Malikni qissalari Tabuk jangiga borolmay qolganlari cho'zilib ketdi. Bugun oxiriga inshaalloh shu darsni qilamiz. Shu bilan shu qissani tugatamiz inshaalloh. Alloh tabaraka taolo bu qissani qancha hikmatlari bor. Bu qissani aytishligimizdan sahobalarning qanday bo'lganliklari, ular Alloh tabaraka taologa qilgan tavbalarida doimiy to oxir umrigacha qolganliklari xususida bu qissani o'sha joyga keldiki, to oxirgi umrimgacha endi yolg'on gapirmadim dedilar Ka'b ibn Malik. Alloh tabaraka taolo nima deydi? Fa anzalallohu taala. Alloh tabaraka taolo nozil qildi oyat bularning xususida. Laqad taballohu alan nabiyyi val muhajirin val ansarillazina ittaba'uhu fi sa'atil usrati hatta balagha innahu bihim raufur rahim. Shu oyat nozil bo'ldi ki Alloh tabaraka taolo qabul qildi payg'ambarga muhojirlar, ansorlar qilgan tavbalarini. Alloh tabaraka taolo o'sha holatdaki judayam fi soatil usrati, Tabuk jangi judayam qattiq qiyinchilik holat bo'lgan. O'shanda ham ular masalan tobi bo'lganliklari, ergashganliklarini Alloh tabaraka taolo qissa qilib aytadi. Alloh tabaraka taolo o'zini bandalariga, muhojirlarga, ansorlarga raufur rahim, judayam mehribon deb Alloh tabaraka taolo bu oyatni tugatadi. Va ala salasatil ladina khullifu hatta idza zaqat alayhim al-ardu bima rahabat. Yana bu oyatda ham Alloh tabaraka taolo aytadi ki u 3 kishiki ular masalan qolishgan edi, ularni ta'xir bo'lgan edi Allohning tomonidan chiqadigan hukmlari. Vaqtiki bularga juda ham ziq bo'ldi. Yer masalan tanglik qildi. Har qancha keng ham bo'lsa, bularga yer tanglik qilgan paytida Alloh tabaraka taolo bu 3 kishining tavbalarini qabul qildi. Hatto Alloh tabaraka taolo shu yerga aytdiki, ittaqulloha va kunu ma'as sodiqin. Sizlar Allohdan qo'rqinglar va rost gapiruvchilar bilan birga bo'linglar. Ya'ni inson rost gapirsa, yolg'on-ku harom endi. Yolg'on gapirishlik bu bizni shariatimizda musulmon odam yolg'on gapirmaydi. Rost gapiradi doimo. Lekin o'sha sodiq, ya'ni mana shunday sahobalar bilan, mana shunday rost gapirguvchilar bilan payg'ambarga yolg'on gapirmagan, hiyla nayrang ko'rsatmagan, uzr aytmagan, qasam ichmagan, mana shunday odamlar bilan sizlar birga bo'linglar deb Alloh taolo Allohdan qo'rqinglar va rost gapiruvchilar bilan birga bo'linglar dedi. Aqola Ka'bun, yana Ka'b ibn Malik aytadilarki, vallohi ma an'amallohu alayya min ni'matin qattu ba'da iz hadaniyallohu lil islom. Islomga Alloh taolo meni hidoyat qilgandan keyin bundan masalan ulug' ne'matni Alloh taolo menga bergani yo'q. A'zama fi nafsi min sidqi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarning oldida yolg'on gapirmadim. Boshqalar kelib yolg'on gapirishdi. Mana 80 nechta odam kelib uzr, qasam ichib, boshqa qilib shunday larni qilishdi. Lekin bu 3 kishi rostini aytishdi. Bundan masalan ulug' ne'mat menga bo'lgan yo'q. Illa akuna kazabtuhu fa ahlika kama halakallazina kazabu. Yolg'on gapirganlar halok bo'lganga o'xshagan. Agar men ham nafsimni gapiga kirib yolg'on gapirganimda men ham halok bo'lgan bo'lardim. Fa innalloha ta'ala qala lillazina kazabu hina anzala al-wahyi sharra ma qala li ahadin fa qala Alloh ta'ala. Alloh tabaraka taolo o'sha yolg'on gapirganlarga vahiy qilib Alloh taolo bu oyatni yubordi. Sayahlifuna billahi lakum. Ey payg'ambar, sizga ular kelib qasam ichadilar. Allohni go'yo zotini tilga olib Allohning nomiga qasam ichadilar. Izan qalabtum ilayhim litu'ridu, toyinki siz ulardan rozi bo'lsangiz, ulardan go'yo
vaqtiki kelganlaridan keyin ulardan rozi bo'lsangiz, anhum fa'aridu anhum, ulardan yuz o'giring, ulardan rozi bo'lmang, ulardan xursand bo'lsa deb masalan sizga kelib qasam ichishadigan bo'lsa, siz ulardan rozi bo'lmang, xursand bo'lmang, balki ulardan yuz o'giring deydi Alloh taolo. Innahum rijsun, ular rijsdirlar, ular masalan go'yo paliddirlar, ya'ni ular yaxshi insonlar emasdir. Hamavahum jahannam, u insonlarni yolg'ondan, Allohni aldab, payg'ambarini aldab qasam ichadigan, yolg'on gapirib uzr aytadiganlar, ular go'yo palid insonlar, ular jahannamda joylari deydi Alloh taolo. Va ma'vahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Ular qilgan amallariga yarasha joylarini Alloh tabaraka taolo do'zaxdan tayyor qilib qo'ydi. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Ular qasam ichadilar to'yinki sizni xursand qilishlik uchun, sizni rozi qilishlik uchun. Fa in tardaw anhum, agar siz ham ulardan xursand bo'ladigan bo'lsangiz, rozi bo'ladigan bo'lsangiz, fa innalloha, albatta Alloh taolo la yarda anil qawmil fosiqin. Bunday fosiq qavmlardan Alloh rozi bo'lmaydi deb Alloh tabaraka taolo Tavbani 95-96 oyatlarida bu oyatni yubordi. Ka'b aytadilar, Ka'b ibn Malik yana aytadilarki, kunna khullifna ayyuha salasatu an amri ulaika allazina qabila minhum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina khalafu lahu فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. Xo'p, Ka'b aytadilarki, biz shunday orqada qoldi hukmimiz. Ya'ni hukmimiz u 80 nechtani darrov payg'ambarimiz ham bay'at qildilar, ham istig'for aytdilar, ham Allohdan gunohlarini so'rab, ulardan masalan xursand bo'lib jo'natib yubordilar. Lekin Alloh tabaraka taolo shunaqa bu 3 kishiga bo'lgan narsani go'yo tavba qabul bo'lishligini ularga yubormadi. Ular xilof qilganlaridan keyin payg'ambarimizga bay'at qildilar va payg'ambarimiz ularning gunohlarini kechishligini go'yo umid qildilar va bizni ishimiz bo'lsa orqaga surilib qoldi. Ya'ni 50 kun orqaga surilsa ham bizni ishimiz yaxshi edi. Ve keyin Alloh tabaraka taolo bizga nima dedi? Ala salasatillazina khullifu. Bu 3 masalan ta'xir bo'ldi. Bularning tavbasini qabul qildi Alloh tabaraka taolo. U 80 nechtani tavbasi, agarchi uzrlari, qasamlari hammasi qoldi. وَلَيْسَ الَّذِي ذُكِرَ مِمَّا خَلَّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ. Alloh taolo bizni g'azotdan, jangdan masalan bular ta'xir qilgan demadi. Balki Alloh tabaraka taolo bizni hukmimizni Alloh ta'xir qildi 50 kunga, ya'ni bizni hukmimiz ta'xir bo'ldi dedilar. Xo'p, amrana amman khalafa lahu va'tazara ilayhi faqabila minhu. Alloh tabaraka taolo keyin bizni tavbamizni qabul qilgandan keyin 50 kun bizga bu yer keng bo'lsa ham bir tor bo'lgandan keyin siqilganimizda Alloh taolo bizni tavbamizni qabul qilib bizga najot berdi. Boshqalarni Alloh taolo jahannamni va'dasini qildi. Va fi rivoyati, yana bir rivoyat bor ekan, unda aytgan ekanlar, anna nabiy sallallohu alayhi va sallam xaraja fi g'azvati Tabuk yawmal xamis va kana yuhibbu an yakhruj yawmal xamis. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'sha juma kunida safarga chiqqan ekanlar. Shu juma kunida safarga chiqishlikni ham yaxshi ko'rar ekanlar. Va fi rivoyat, yana bir rivoyatda va kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi zuha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safardan qaytadigan bo'lsalar, yo zuho vaqtida yoki nahor vaqtida, peshin vaqtida qaytib kelardilar.
إذا قدم بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. Keyin payg'ambarimizning odatlari qachon bo'lsa g'azvadan jangdan yo musofira safaridan qaytib keladigan bo'lsalar, o'sha yerda avval masjiddan shuru qilardilar. Masjidga borib 2 rakat namoz o'qirdilar, keyin odamlarning o'rtasida o'tirib, keyin suhbat qilardilar. Bu go'yo hikoyamizni oxiri. Bu Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda qissa qilingan hadisida. Inshaalloh biz ham mana shunday hadisdan, mana shunday qissalardan ibrat olishligimiz uchun Alloh tabaraka taolo bizni ham to oxirgi umrimizgacha rost gapirib, to'g'ri so'zlab, Allohni yo'lidagi yo'lda masalan hamma moli mulkimizni bemalol qo'rqmasdan Alloh uchun, Rasuli uchun sarf qilishligimiz, bu qissadan olinadigan ancha ibratlar bor. Shuning uchun eshitganlaringda o'zlaring shu qissadan har bir hadisdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalarga qilgan muomalalaridan ibrat olishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo bu darsimizni to oxirgi vaqtimizgacha davomli bo'lib, qiyomatgacha davomli bo'lishligini, payg'ambarimizni va sahobalarni va bu qissalarni Alloh tabaraka taolo doimiy hammaga yetkazishligimizni Alloh nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.